Assalomu alaykum aziz quvasoyliklar va shahrimiz mehmonlari. O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirining 2025-yil 17-may kunidagi 173-sonli farmoyishiga asosan joriy yilning 20-maydan 20-iyunga qadar respublika bo'ylab yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbirini o'tkazish belgilangan. Yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbirida aholining yong'in xavfsizligi masalalarida bilim va ko'nikmalarini oshirish hamda ularning shaxsiy xavfsizlik madaniyatini shakllantirishga, iqtisodiyot taraqqiyoti, ijtimoiy soha obyektlari hamda uy-joy fondini yong'in xavfsizligi talablariga muvofiq holatga keltirishga, oylik doirasida bajarilgan ishlar holatini monitoring qilishga, yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbiri doirasida ko'p kvartirali uylar va yakka tartibdagi uy-joylar, ijtimoiy soha obyektlari, shuningdek ishlab chiqarish korxonalari, bozorlar, yirik savdo majmualari hamda aholi ko'p to'planadigan boshqa obyektlarda o'rnatilgan tartibda yong'inlarni oldini olish borasida keng ko'lamli profilaktik ogohlantiruv tadbirlarini amalga oshirish, yong'inlar, is gazdan zaharlanish yoki havo gaz aralashmasining chaqnashi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarni oldini olish maqsadida ishchi guruhlar tarkibida, xonadonbay tartibida aholi o'rtasida tushuntirish va targ'ibot ishlarini olib borish, aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va yong'in xavfsizligini ta'minlash mavzusida davra suhbatlari va o'quv seminarlari o'tkazishni tashkil etish, tunda odamlar to'planadigan ijtimoiy soha obyektlarida va tunda odamlar qoladigan obyektlarda muntazam ravishda yong'inga qarshi rejimga rioya qilinishini predmetiga oid tungi tekshiruvlarni o'tkazilishini tashkillashtirish. O'ta muhim toifalangan va iqtisodiyot obyektlari, yong'in portlashi xavfi yuqori hamda favqulodda vaziyat yuz berishi darajasi yuqori bo'lgan boshqa obyektlar, shuningdek odamlar ko'p yig'iladigan joylarda yong'in xavfsizligi talablariga rioya qilinishini ta'minlash. Bundan tashqari ta'lim muassasalari, tashkilotlar, mahallalar, bozorlar, savdo majmualari va boshqa obyektlarda o'rganishlar olib borilganda taqiqlangan cho'milish joylari va suv havzalari va shahar hududidan oqib o'tuvchi qo'riqlanmaydigan va cho'milish ruxsat etilmagan ochiq suv havzalarida fuqarolarni suvda cho'kish bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni, issiq havodan saqlanish, zilzila bo'lganda to'g'ri harakatlanish, sel suv toshqini hamda tez aynuvchi konservalangan oziq-ovqat mahsulotlari zaharlanishlari va botulizm kasalligini oldini olish to'g'risida targ'ibot va tushuntirish ishlarini ham olib borish. Tadbir doirasida aholini va hududlarni favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va yong'in xavfsizligini ta'minlash borasida o'tkaziladigan profilaktik tadbirlarni respublika va mahalliy ommaviy axborot vositalari ijtimoiy tarmoqlarda yoritib borish. Hurmatli hamyurtlar, aziz quvasoyliklar, 20-may kundan 20-iyun kuniga qadar yurtimiz bo'ylab o'tkaziladigan yong'in xavfsizligini ta'minlash bo'yicha dolzarb 30 kun tadbirda faol ishtirok etishingizni so'raymiz. Buning uchun eng avvalo o'zingiz yashayotgan uyingizda, mahallangizda va ishxonangizda, ko'cha-kuyda va bozorda yong'in xavfsizlik qoidalariga bee'tibor bo'lmasligingiz so'raladi. Zero jamoatchilik nazorati bor joyda bu kabi ko'ngilsiz hodisalar bo'lmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.